Biz yana bitta darsligini olmoqchimiz. Bizga hozir kapshyonkali yulka olamiz. U darsimizdan YouTube kanalimizda bor. Yaxshi olinmagan birinchi video bo'lgani uchun hisob kitoblari ko'p narsalari qolib ketgan. Endi biz hozir shuni xatosiz, kamchiliksiz video darsi olishga qaror qildik. Bu to'qiyotgan yulkamiz qiz bolamizga buni hadyaga to'qiymiz. Endi bizga faneramizning razmeri 65 ga 35 razmerda. Bizga kerak bo'ladi 6 kurchok. Mana. So'qmoqchi 6 kurchok, 5 kurchok kerak bo'ladi. Qaychi kerak bo'ladi. Ikkinchi sort iplari kerak bo'ladi. Ya'ni 6 tadan oshib qoladi, chunki biz 65 ga 35 razmerda 6 ipimiz ko'plik qiladi va buni orasiga oq rang yoki bunga rangni qo'shib to'qiymiz. Biz birinchi qiladigan ishimiz faneramizni mana old orqasi hisoblab chiqib olamiz. O'sha darsliklarimda hammasida yozilgan, ko'rsatilgan qayerda qanchadan ko'paytirish qilinganini. Hozir buni video qilib ko'rsatsam sanab olamiz. O'sha sanab belgilab bo'lganimdan keyin alohida qilib ko'rsatib beraman. Mana shu boshladik. Masalan, ikki qavat qilib cho'zib olamiz. Bir xil qilamiz. Har doim yuzani bosh qismidan boshlayman. Hozir biz birinchi oddiy to'qib olib, keyin yasga qilamiz. Birinchi boshlagan joyimizdan ikki qilamiz. Tortib ozgina ip qoldiramiz bu yerda. Bitta yonidan ikkita ko'paytirish qilamiz. Yo'q, ipini tortib ketasizlar. Mana ikkita bo'ldi. Endi bu yoqdan yana bu yoqdan mana yana 1 2 3 4 ta oddiy to'q olamiz. 4 ta oddiy to'q olamiz. Har doim iplarga ahamiyat beringlar. Har doim bu tomonni tortib to'qinglar. Chunki bu yoqdan iplarni olib chiqquninglarcha o'zini razmeriga kelib oladi. Mana shu to'qidik. Mana 4-chisi va 5-chisida ikkita to'qiymiz. Xuddi yana shu joyga kirg'izib ikkita. Va yana xuddi shunaqada mana ikkita, 3ta, 4ta va 5-chisi. 5-chisiga ikkita. Mana xuddi shunaqa qilib mana bu yerda belgilaganmiz. 5 ta ko'paytirish qildik. Endi 1 2 3 4 yana 5 ta, 5-chisida ko'paytirish qilamiz. 1 2 3 tadan keyin 4-chisida ko'paytirish qilamiz va bu yoqdan 20 bitta sanab 22-chisida ko'paytirish qilamiz. Mana shu joyimizgacha to'qib kelib oldim. Endi xuddi shunaqa qilib mana bu yerda ikkita ko'paytirish qilamiz. Bitta. Mana ikkinchisini уже ko'paytirishni boshladik. Videomiz uzilib qolgan ekan. Xuddi shunaqa qilib mana hammasi. Bu yoqda mana ikkita. 1 2 3 4 5-chisida 5 ta, 5 ta. Bundan keyingisi 1 2 3 4-chisida. 4 5-chisi xuddi shunaqa qilib ko'paytirib chiqasizlar. Keyingi videolarimizda qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa hammasini hisoblab olasizlar. Hisoblab bu tomonini bo'lib olasizlar. Bu yog'ini sanisizlar. Ozgina bosh tomonida farqisi bo'ladi. Ozgina ko'paytirish qilsak bo'ladi. Ko'proq tomoni, ya'ni 40 ta bu yoqda bo'ldi, 40 bitta bu tomonida. Bu yoq 20 bittadan 20 bitta bo'ldi. Ikkala shu yonlari bir xil bo'lishi kerak. Bu yoqda bittadan yoki ikkitadan farq qilsa hech narsa qilmaydi. Endi sizlar bilan bo'yni uchun to'qib aviaska qilib olamiz va yulka ko'tarishidan boshlaymiz. Shu qizda mana lulkani aviaskani qilib oldik. Endi biz lulkamizni bosh qismiga yangilik qilmoqchimiz. Ya'ni mana ko'rinayotgan bo'lsa xuddi shunaqa bantikcha qilamiz. Ya'ni buni bosh qismiga bantikcha oldingi to'qigan lulkalarimda sertichkali qilganman. Uni ikkita qizlar tushunmagan ekan qayerdan boshlashni. O'shaning uchun yangilik qilib bosh tomoniga shunaqa bantik qilamiz, yon boshlariga sertichka qilamiz. Endi biz bantigimizni mana shu iloji bo'lsa skrinshot qilib olaylik, saqlanib qilib olaylik. Mana shu qatorda 11 tadan keyin boshlagan. Ya'ni qora rangda boshlagan, aynan qora rangda emas. Biz birinchi oq rangda boshlaymiz. Oq rangda boshlab, ichi shu rangda bo'ladi. Tashqarilari qora rangda qilganlari bizda oq bo'ladi. O'shaning uchun hozir mana biz bu yoqda buni belgilab qo'ydim. Belgiladim. Shundan rangini o'zgartiramiz va bundan bu yoq 11 ta chiqishi kerak. 11, 12-chisidan уже rang qo'shamiz. Hozir mana buni hisoblamaysizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ta tugatib 12-chisida oq rangimizni qo'shamiz. Har doim shu to'qiyotganinglarda oshiqcha iplarni bekitib ketinglar. Har doim bosh qismidan boshlayman. Negaki ulayotganimizda ham bosh qismidan bekilib ketadi. Uloq joyi shu tek qismida qolib ketadi, boshidan tek qismida qolib ketadi. Boshicha qo'yganinglarda ulagan joylarni bekitib ketadi. Mana 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta va bitta qoldi. Mana shundoq qo'yamiz. Mana bizada oq ipi ulashni boshlaymiz. Mana shu bitta уже hisoblab oldik. Bitta oqimizni o'tkazib olamiz. Bu yangilik qilib ko'ramiz, o'xshasa. Olam ustiga olamiz. Mana shu bittani to'qidik. Va уже buni ham ipimizning teg qismidan orqa tomonidan bekitib to'qib ketamiz. Hozir tortib har ikkita to'qiganinglarni tortib ketinglar, chunki buni qolmasligi kerak. Endi hozir biz buni o'rta qismini topib olib turib, sertichkani ham hozir boshlab ketamiz. Qizarib kelamiz.
qaranglar, o'sha ko'paytirish qilgan joylardan mana bu yoqda ko'paytirish qilganmiz. Ko'rayotgan bo'lsa mana birinchi ko'paytirish qilgan joyimizdan, bu yoqdan boshlangan ko'paytirish qilganimizda oralig'i 21 ta chiqqan edi. Shu ko'paytirish qilmaganimizdan boshlab sanaymiz mana. Bu yerda ko'paytirish qilganmiz. Buni sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 va 11-chisiga marker qo'yib olamiz. Bu yoqdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta, 10 ta bu yoqda, 10 ta bu yoqda bitta serdechkamizni boshlash uchun bitta marker qo'ydik endi. Bu tomondan ham xuddi shunaqa qilib mana bu yoqda ko'paytirish qilganmiz. Bu yoqda, bu yoqda. Buni ham o'rtasini topib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mana. O'rtasini belgilab olasizlar. O'rtasi bu yoq o'nda, bu yoq o'nda, o'rtada serdechkamiz boshlanadi. Shunaqa qilib mana oq ipimizni ham birga olib ketamiz. Bu yoqdan olib, bu yoqdan olib qilamiz. Xohlasanglar oq ipinglarni ham qalin ingichkaligiga qarab 2 qavat qilasizlar. Agar ipinglarga o'sha qalin bo'lsa, bir qavat qilsa yetadi. Endi hozir biz shu serdechkagacha tutib olamiz. Videomizni bo'lib qoldi, mana belgilagan markerga keldik. Markerimizni olamiz. Olganimizdan keyin o'sha oq ipimizni tortib keldim. Endi oq ipimizni chiqaramiz. Mana bu ipim turibdi. Va bu ipni chiqarib olamiz. Va yana oq ipimizni to'qib ketamiz. Xuddi shunaqa qilib mana birinchi serdechkamiz boshlanishi. Endi ikkinchi serdechkamizni qanaqa qilib boshlaymiz? Ikkinchi serdechka o'sha mana bitta, bu yoqdan bitta, bu yoqdan bitta keladi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana marker qo'yib qo'ydim. 1 2 3 3 ta oq to'qiymiz. 3 ta oqimiz 3 taga ko'payadi. Ko'payani shunaqa qilib keyingi markerimizga tutib qo'yamiz. Videomiz tushib qolgan ekan, mana marker qo'ygan joyimizga chekib oldik. Shu yerdan mana markerimizga tutib qo'yamiz. Markerimizni olib, uni o'rniga oq rangimizdan to'qib olamiz. Xuddi shunaqa qilib boshlagan joyimizga tutib olamiz. To'qib oldik. Endi uni olamiz. Uni oldik. Endi bantigimizni mana o'sha 10 bittadan keyin ikkinchi qatorimiz bizda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qator bo'ladi. Endi oralig'i 9 qator. Ya'ni buni bu yoqdan bitta oq ko'paytirish qilamiz, ikkinchisida bu yoqdan ichkarisidan oq ko'paytirish qilamiz. Ikkita bo'ldi. To'rtinchisi va to'rtinchisini to'qiymiz. Oqdan ushlab ketamiz. Bitta oqimizga ham qoladi. Endi yana boshqa ipimizdan boshlaymiz. Shunaqa qilib serdechkamizgacha to'qib olamiz. Mana o'sha serdechkamizgacha yana boshlagan joyimizga keldik. Bu serdechkamizni ichini oq qilamiz, ichini shu rangga qilamiz. Chekalari oq bo'ladi, o'sha bantikimizga o'xshab. Ichi esa o'zini svetida qoladi. Mana biz bu yerda oq qilishimiz kerak. Endi oq to'qib olamiz. Oq chiqarib oldik. Endi bunimizga ikkita cheka, mana bunda ikkita cheka qora bo'lganda o'rtasi qizil bo'lib ketgan. Biz ikkita qorani o'rniga oq qilamiz, ichidagi rangini o'zidan qilamiz. Mana o'sha oq chiqarib oldik. Oqimizdan keyin oq to'qigan joyimizga o'zini rangini chiqarib va yana oq to'qib olamiz. Shuni oqimizdan o'rniga endi ko'ramiz qanaqa chiqar ekan. Endi bu yoqda yana o'sha bitta oldingisiga to'qib olamiz. Shu marker qo'ygan joylarimizga bunga va bunga oq qilamiz. Yana shunaqa qilib keyingi serdechkaga tutib qo'yamiz. Endi hozir shu bantik tomonimizga keldik. Endi shu bantigimizni hozir mana shu bantigimizni biz 3-qatoriga keldik. Endi 3-qatorida bu yoqdan boshlashimiz kerak. Bitta qizil qo'shamiz o'sha to'qigan oqimizga. Mana bu yoqdan chiqqan oqimizga bitta shu rangdan qo'shamiz. Undan keyin 3 qator oq to'qiymiz. Yana bu rangimizni olib oqimizni boshlaymiz. Bitta oq qo'ydik. Undan keyin o'rtasiga mana shu to'qigan oqimizni rangimizdan bundan keyin yana ikkita 3 ta oq to'qiymiz ekan. 2 3 uchinchisidan keyin shuni ipimizni olib o'zimizdan shu to'qigan ipimizni to'qib ketamiz.
xuddi serdichkamizgacha to'qib kelib olamiz. Mana yetib keldik. Markerimizni olib o'ypamizni o'rniga hop o'tkazamiz. Yana o'sha oqimizdan to'qiymiz. Oq ilmasdan bu yerda ipimizdan ilamiz. Endi shu oqimizga burunimizdan to'qiymiz. Orqadagi oqimizni usha olamiz. Yana bunu bir yoqqa tashlab oq ipimizni chiqaramiz. Bu yoqdan oqimizni chiqarib bu yoqdan tashlaymiz. Bu yoqqa yana to'qiymiz. Endi bu kattagandan keyin chekasi oq, ichi qizil bo'lib qoladi. Endi buni keyingi qatorigacha to'qib olamiz. Sendvichga keyingi tomonda sendvichga xuddi shunaqa to'qiladi. Undan keyin yana shu joyga kelamiz. Bu joyda bu yoqdan bu tomonni qilganimiz bu yoqdan qilishi, to'qishi shu yerdan boshlaymiz. Hozir biz to'qib kelib shu yerda davom etkazamiz. Mana qizlar, to'qib chiqdik. Xuddi o'sha rasmga qarab unaqa qilasizlar. Xuddi boshida videolarda ko'rsatganimdek mana rasmda qanday bo'lsa, xuddi shunaqa katligini xohlasanglar ichini ham oq qilinglar, xohlasanglar boshqa rang o'zingizlarning vkusiga qarab. Mana prosta oq qildim chekasini, ichi qizil bo'ladi. Xuddi shunaqa mana ko'p video qolib ketdi. Boshida o'zi asli bu bantikchani qilishinglar shart emas. Qilmoqchi bo'lganlar o'sha rasmini ham o'sha videoni boshida qo'yib ketaman. Videoni boshida rasmini qo'yib ketaman. Shunga qarab to'qsanglar bo'ladi. Mana hozir biz 1 2 3 4 5 6 7 qatorni boshlaganmiz. Bunda mana 1 2 3 4 5 6 7 mana bantikchani mana bu ikkita qora turtib xuddi shunga keldi. Shu birinchisi tugab bo'ldi. Endi tugatish qismiga keldik mana. Shunda hozir biz nima qilamiz? Hozir mana bu yoqda oqimiz bor. Mana pastda bu yoqda oq turibdi. O'shani o'rniga qizil to'qib ketamiz. Mana shunga o'xshab qizil to'qib ketamiz. Mana shu oq o'rniga shu qizil rangimizdan to'qib mana. Endi xuddi shu oralig'ida mana ikkita qolgan uchun endi buni oralig'ida mana ikkita to'qib olamiz. Ko'rib turganingizdek mana ikkita qolgandan keyin biz bu yerda bittani oq qilamizda bir ikkita qizil rang bo'ladi. Chunki mana bunda ham oqimizga bitta qizil chiqqan. Xuddi shunga o'xshab bunga bitta oq qilib oqimizga bitta qizil chiqaramiz. Ular qanaqa? Bunda mana buni orasidan oq ip olmaysizlar. Faqat shuni o'zidan mana oq ipimizdan tortib olamiz bo'ldi. Bundan to'qimaymiz. Shu bilan mana bo'ldi. Endi yana ikkita qizil to'qiymiz. Oqimizga bitta chiqdik. Endi buni yoniga yana bitta oq qilamiz. Chunki bantikimizning o'rtasida o'sha mana kelganimizda bu ikkita bittaligi. Chunki o'rtada bitta qizil bo'lishi kerak. Mana shunda hozir bitta qizil bo'ladi. Mana oqimizni o'tkazdik. Mana o'rtada bitta qizilimiz bo'ldi mana. Endi buni har doimgidek ulab olamiz. Endi ulashda ham mana. Mana endi bu o'rtada qizilimiz bo'lgan uchun bunga oq to'qiymiz. Oqimizni olib chiqib, burasida qizil o'tkazdim. Endi oq olib chiqdim. Ikkalasini bitta qildim mana. Endi oqni olib o'tmayman. Oq olib o'tmayman mana. Qizilni olib o'tdim. Shunda mana ikkinchisi mana. Bu mana bu qator tugadi. Endi bu qatorni boshladik. O'sha mana bitta qizil bu yoqda bo'ldi, bu yoqda bitta oqimiz bo'ldi. Endi buni biz qizil rangda qilgan uchun bitta dona qizil to'qiymiz. Mana shu yo'l o'ziga bitta qizil to'qiganimizdan keyin mana qaranglar. Kichaytiring. Mana o'sha bu yoqda mana bitta qizil, oq, qizil 1 2 3 ta 3 dona oq to'qiymiz. Endi buni mana chiqarib oldim. Bu yoqqa tashlaysizlar, oq olib endi oq to'qiymiz mana. 3 ta oq to'qiymiz. 2 mana 3 ta bo'ldi. Endi oqimiz qoladi deb qizil rangimizni olib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qib olamiz. Qancha to'qiyotganingizda bu yoqda mana iplar, oq iplar ko'rinmay qolgan. Nimaga? Chunki mana bunda